Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Hammanglarni kirib kelgan muborak Ramazon oyi bilan tabriklab qolamiz. Bugun 19-fevral Samarqand viloyati Urgut tumanidan Maqsud akam kelib, bizdan 2 kubalik pogruchka xarid qildilar. Aka, tabriklaymiz. Rahmat. Muborak bo'lsin, tegidan shamol o'tib yursin. Eng yaxshi niyatlarni tilab qolamiz aka. Xudo xolasa texnika bo'yicha fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Texnika juda yaxshi. Mana bu chaqqon, yengil ishlarga juda mos kelgan. Sizga ma'qul kelganidan xursandmiz aka. Xudo xolasa servisini ham o'z joy-joyida, vaqti-vaqtida qilib berishni Xudo xolasa nasib qilib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh aka. Tabriklaymiz aka. Tegidan shamol o'tib yursin. Kelasi yilga Xudo xolasa yana kelishamiz. Sizlarga ishlaringizga rivojlar bersin. Qani duo qiling. Ilohim. Ilohim. Hansat xotirjamlik bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin. Sizlarga ishlaringizga barakasini bersin. Hamma mashina klientlar kelib, omadli bo'lib borsin. Rahmat.